Hammaga assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari. Bizlarni birinchi marta ko'rayotgan do'stlar, barchalar bilan yangi videorolikda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoroligimizda bitta juda ham zo'r o'zbekcha sayt, o'zbek so'mida ishlanadigan saytimiz ochilgan. O'sha saytda sizlar bilan birgalikda polni obzor qilib, birgalikda qanday qilib pul ishlanishlarini ko'rib chiqamiz. Bundan oldin esa kanalimizga obuna bo'lib, podpiska bo'lib, bizlarni kuzatib qo'yishlarini iltimos qolardim. 100 ta bo'lishimizga uncha ko'p qolmagan, 50 tadan o'ta oldik. Bu bizning kichkina kanalimizni maksimal qo'llab-quvvatlab tursanglar, ko'proq videoroliklar chiqarishga harakat qilaman, xudo xolasa. Sizlardan faqatgina shu podpiska bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolaman. Hozirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan saytimni linklarni men kanalda hozir kommentariyasida va opsiyasida qoldiraman shu videoni. Bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Xo'p, ko'p videoni cho'zib o'tirmayman va saytga o'tib olamiz. Xo'p do'stlar, bugun bizga maysat kerak bo'ladi. Mana bu hozir sizlar bilan mana shu saytda birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu saytimizda CryptEdge deb nomlangan sayt hisoblanadi. Mana bu yerda hozir birinchi bo'lib akkaunt ochib olishimiz kerak bu saytimizda. Birinchi o'lakka ism yozamiz, ikkinchi o'lakka foydalanuvchi nom degan qanaqadir username o'ylab topishimiz kerak. Email degan joyga elektron pochtamizni kirgizib olamiz. Parol degan joyga mana bu yerda ikkita bir xil parol o'rnatamiz. Mana bu yerda o'zi referral degan joyda o'zi yozilgan turadi, unga tegmaysizlar va ro'yxatdan o'tish degan tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Uncha qiyin emas akkaunt ochish, shunchaki parol, username, nick va ismlarni yozib qo'ysanglar, parolni o'ylab topsanglar bo'ldi do'stlar, unaqa qiyin bo'lmaydi. Xo'p, keyinchalik mana bu hisobga kirish degan joyni bosib akkauntingizga kirib olishinglar mumkin bo'ladi. Men ham hozir do'stlar hisob ocha olaman sizlar bilan birgalikda va akkauntimizga kirib ko'ramiz. Xo'p, mana do'stlar, men ham akkaunt ochib oldim. Sizlar bilan birgalikda balansimga 2,5 so'm bonus tariqasida pul berdi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek ko'p bo'limlari bor ekan, juda ham chiroyli dizaynda ishlangan saytimizda. Mana bu yerda daromad olishimiz mumkin bo'lar ekan. Mana bu tugmani bosib ko'ramiz. Faollashtiring degan tugmani. Mana bu yerda sotib olishimiz mumkin ekan. Do'stlar, ko'rib turganingizdek bepul bizga tarifi bor ekan. Bir kun amal qilar ekan 10,000 so'm pul berar ekan. Hozir sotib olishni bosamiz hozir. Takmo reja muvaffaqiyatli sotib olindi dedi. Keyingi foyda 24 soatdan keyin olishimiz mumkin ekan. Hozir значит bizani hozir pulimiz menimcha ko'paygan bo'lishi kerak. Adashmasam. Yo, endi beradim. Menimcha endi bizga pul bersa kerak bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha investitsiya degan joyda mana bu yerda sotib oldik chunki biz. Mening rejalarim degan joyni bosadigan bo'lsa, mana bu yerda faol turibdi. Do'stlar, bizga bonus tariqasida buni bergan. Sizlarga ham xuddi shunaqasiga beradi. Tekinga 10,000 so'm pul ishlab borishinglar mumkin bo'ladi. O'zi bergan bilan 12,5 so'm pul ishlab olishinglar mumkin bo'ladi. Mana bu yerda hozir yakunlangan degan joyda bu yerga bekor qilingan joyga chiqmayapti, chunki hozir bizning bonusimiz faol. Summa o'zi mana 5,000 so'mdan ishlab beradi bir kun davomida. Общий bizga 10,000 so'm doxod olib keladi. Telegram kanalimizga obuna bo'linglar deyapti. Obuna bo'lganingizdan keyin bepul bonus oling deydi. Telegram guruhimizni oching, unga qo'shiling, tasdiqlash kodingizni oling deyishyapti. Mana bu yerda Telegram gruppasi bo'ladi do'stlar. Telegram gruppasiga qo'shila olasizlar. Mana shu Telegram guruhi bo'ladi do'stlar. Telegram guruhiga qo'shilib sizlar ham bitta bonus olishinglar mumkin bo'ladi. 2,5 so'm bonus olsanglar, общий 15,000 so'm bo'ladi do'stlar. Juda ham yangi ochilgan bu sayt hisoblanadi. Shunga bitta qo'shilib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Qanaqadir anov bo'lsa, bitta kommentariyada ham yozishinglar mumkin bo'ladi. Yangi promo kodlar chiqadi. Har kuni misol uchun ovozli chat o'tkazilar ekan, mana bu yerda ko'rsanglar, savol-javoblar bo'ladi va bonuslarga ega bo'ling deyshadi. Yangi promo kodlarni olishinglar uchun mana shunaqa aksiya bo'lib tursanglar, sizlarga ham olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p do'stlar, mana bu yerda admin panel degan tugmasi ham bor. Admin panelni ham ko'rib borishinglar mumkin. Investitsiya ikkinchi bo'limimizda investitsiyalarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Keyingi investitsiyamizni mana boshqa investitsiyalarni ko'radigan bo'lsa 50,000 so'm ekan. Tejamkorlik degani har soatda 200 so'mdan ishlar ekan, bir kunda 4,800 so'm, 5,000 so'm doxod olib kelar ekan. Bu 72,000 so'm daromad olishimiz mumkin ekan. 50,000 so'm kirgizib
72 ming so'm foyda olamiz. 15 kun davomida bu bizga xizmat qilib berar ekan. Keyingisi 100 ming so'm bo'ladi. Bu bizga общий 150 ming foyda olib keladi. 5 ming so'mdan kunlik dohod bizga berib boradi do'stlar. Juda ham oson. Depozit degan joyi bor. Mana bu yerda depozit qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol anani tanlasanglar bo'ladi. Uzkart yoki Humo. Misol uchun Uzkart yozaylik, Humo yozadigan bo'lsa, mana bu yerda balansimizga qancha, misol uchun 500 ming qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda depozitni tasdiqlashni bosamiz. Mana depozitni tasdiqlaganimizdan keyin bizga mana bunaqa karta beradi. Shu do'stlar, kartaga pul tayyorlaganimizdan so'ng mana bu yerda to'lovni skrinshotini bitta yuklab qo'yamiz yoki transaction ID'si bo'ladi o'zi. Cheklarda bilasizlar. O'shani kirgizasizlar yoki shunday to'lov qilganinglardan birorta ilovadan skrinshotini shunday mana shu saytga tashlasanglar, to'lovni yuborishni bitta bossanglar bo'ldi. To'lovni yuborishinglar mumkin. Xudo xolasa men ham bu saytga sarmoya kirgizib boraman. Nasib qilsa 100 minglik tarifidan olib ko'ramiz va yechgan foydalarimni sizlarga Telegram kanalimda ko'rsatib boraman. Undan tashqari jamoa degan bo'lim ham bor. Bemalol ham nusxalar ochishinglar ham mumkin. Jamoa daromaddan ham sizlar foyda olishinglar ham mumkin bo'ladi. Uning uchun do'stinglarni taklif qilsanglar juda ham undan ham mukofotlar juda ham ko'p ekan, u do'stlarni taklif qilgan insonlarga nisbatan. Xo'p, boshqa bo'limda ham bor, bemalol tanishib chiqsak bo'ladi. Telegram gruppasiga obuna bo'lib qo'yasizlar, hatto rating degani ham bor. Hozir do'stlar, hatto ozada admin hamda asl degani hozir top 3 talikda ekan. Bularda menimcha bu 5000 bilan ochkolari reytingi bo'lishi mumkin. Qanaqadir pulni yechmoqchi bo'lsak do'stlar, ishlagan pulimizni minimum yechish 25 ming so'mdan tashkil etar ekan. Hamyonni sozlashda bosib oladigan bo'lsak, mana bu yerda o'zimizni Humo yoki Uzkart kartamizni kirgizib, hamyonimizni saqlab olsak, mana bu yerda avtomatik Humo kartamiz chiqadi. Keyin mana bu summani kirgizadigan bo'lsa, bemalol yechib olishimiz mumkin. Menda hozir yechib olishim uchun 2,5 ming so'm pul borligi uchun yechib ola olmayman. Lekin sizlar 25 ming so'm undan ortiq qilib, bemalol pulinglarni yechib olishinglar mumkin. Pul yechishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. 1 soatda pul tushadi. Eng uzog'i davom etgani 24 soat deyilgan, lekin sizlar hamma narsani to'g'ri kirgizgan bo'lsanglar 1 soatga qolmay tushishi kerak ekan. Xullas, zo'r sayt. O'zbek saytlarida va mana shunaqa saytlarda o'zim ham ishlashni yoqtiraman, chunki u juda ham zo'r foyda olib kelib beradi bizga. Bemalol sizlar ham kirib ishlab pul qilib olishinglar mumkin bo'ladi. Bemalol sarmoya kirgizishinglarni o'zim tavsiya qilaman. Albatta, video foydali bo'ldi deb umid qilaman. Video rolikiga like bosib, iltimos qolardim. Kim ko'rayotgan bo'lsa, hozir meni eshitayotgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lmay kuzatayotgan bo'lsalar, shuni obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan-da zo'r videolar hali oldinda, xudo xolasa. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar do'stlar. Saytdan linkini aytayotganimdek kommentariy va opsionada qoldiraman.